Hamma şeydan yaxshi ko'rinar ekan. İdeal. Qarot bo'ldi. Bunimiz ko'rmagan, erinmagan odamlar ekan. Yaxshi ko'rinar ekan. Mana 180 janubga 32 gradus yalaydi. Hozir obyektimiz bitganiga bir hafta oshdi, lekin bugun Hit Buildingda ko'rindi deb obyekt egasi aytgan. Kelib ko'ryapmiz hozir. Sabab boshida ishga tushirganda bir qator tekshirganmiz. Endi mana rostmana bir hafta ishlagandan keyingi holati, kontaktlar, kelemalarni ko'rib nima qilib ketgani keldik. Bu yerda shitimizda bir yo'la asi tomonga uyda avtomatlarni ham olib berganmiz. Sabab uyda avtomat, beda avtomat bo'lmasligi uchun, uy egasiga tushunarli bo'lish uchun bir yo'la uy ikki tomonga alohida montaj qilingan ekan. Ikkita oldik uyga. Uynikini ham shu yerdan boshqa o'chirib yoqish mumkin. Bu himoya avtomatimiz. Invertordagi uzib, asi uzib va kuchlanishdan himoya relais. Hozirda mana fazalar orasidagi kuchlanish 418, 16, 19 normalniy. Ya'ni nima deydi? Перекос fazi yo'q. Потребление. Hozir panellarimizni ko'rib qo'yamiz qanaqa holatda. O'n 9, 14. Quyosh bor, lekin haligi xira bulutliksa ozgina, lekin yaxshi holat. Hozir 20 kW panel taqilgan. Tak 16 yu 47 ishlayapti. Endi invertorimiz Solex 25 kWlik invertor. Obyekt egasi keyinchalik yana panel qo'shish niyati bor, yana bitta gruppa qo'shiladi. Endi hozir bizda 32 ta panel 625 wattlikdan ikkita gruppa qilingan. Invertorda aslida o'zi 3 ta MPPT bor. Lekin biz invertorda o'zida e'tibor beradigan bo'lsak, 3 fazali invertorlarda optimal kuchlanish diapazoni 600 va 700 volt orasi. Ya'ni aynan shu diapazonda gruppa qilish uchun faqat ikkita gruppa qilganmiz hozir. Va keyinchalik yana panel qo'shish kerak bo'ladigan bo'lsa, 15 tadan 45 taga aylantirib qo'yib turib, ya'ni 13 ta panel oladi uy egasi. Shunda 15 tadan 3 ta gruppaga aylanadi. Ya'ni invertorda optimal diapazon. Bo'lmasa invertor ko'proq qiziydi. Agar hozir shu holatda 32 tani 3 ga bo'lib ulaganimizda, masalan 11 11 10 qilib ham kuchlanish pasayib ketgan bo'lardi, ham 3 ta MPPT, ya'ni past kuchlanishli gruppani invertorda ishlash diapazoniga ko'tarib berib ishlashga to'g'ri keladi. Hozir eng optimal variant mana shu. DC shitimiz hozir buni teplovizorda ichini kontaktlarni bir qator ko'rib qo'yamiz. Yaxshi qilsa. Mana shu turishda ko'rib olaylik. Tak 39, 37. Zo'r ekan, ha? 40, 44 mana shu. 39, 39, 40. Mana minusni bitta qatirib qo'yamiz aka. Mana 44. 3 gradus, 4 gradus yuqoriroq ekan, o'shanga xarakterga qarash. Qolgan yog'i zo'r. Invertorda orqasi eng yuqori qismi 47, 38. Konnektorlar ham 38 zo'r. Tak, shit yig'ilishi 4 polisli avtomat Beniniki foydalanilgan.
Bu holatda qanday ulanadi? Masalan, bunisi mana shu paneldan kelgani, mana tushunarli bo'lishi uchun birinchiga paneldan kelgan plyus tomoni avtomatdan o'tadi va dalish kelib turib predagnatorlarga kiradi va chiqdi va qaytib ikkinchi polisga qaytib keldi avtomat. Va keyin dalish invertorga ketdi. Bundan sabab har xil holat bor, yig'ishlar, masalan, turli xilcha shit yig'ish bor. Bir xillarda to'g'ridan to'g'ri tepadan keladi, predagnatorning tepasiga. Keyin dalish davom etadi. Bizda unday emas, ya'ni kirishda ham avtomatdan va chiqishda ham avtomatdan. Ya'ni bu bilan hozir buni bo'sh stringda ko'rsatamiz. Bundan maqsad avtomatni o'zidan polniy shitni bu tomonini обесточить qilib olish. Ya'ni har qanday vaqti kelib uzibni alishtirish kerak bo'lgan yoki predagnatorlarni tekshirish kerak bo'ladigan bo'lsa ham bitta avtomatni o'chirish bilan polniy to'kis holat yaratish mumkin tepada.